Furqat tumanida aholi ko'p yig'iladigan maskanlar, xususan umumiy ovqatlanish shoxobchalarida yong'in xavfsizligi holati o'rganildi. Tuman markazida tashkil etilgan ishchi guruh tomonidan jami 6 ta umumiy ovqatlanish shoxobchasida olib borilgan o'rganishlar davomida bir qator jiddiy kamchiliklar aniqlandi. Xususan ayrim obyektlarda yong'inga qarshi birlamchi vositalarning yetishmasligi yoki yaroqsiz holga kelib qolganligi, evakuatsiya yo'laklarining talab darajasida emasligi, elektr va gaz jihozlaridan foydalanishda xavfsizlik qoidalariga to'liq amal qilinmayotgani kuzatildi. Eng achinarlisi, ba'zi mas'ul shaxslar tomonidan yong'in xavfsizligi masalasiga loqayd munosabatda bo'linayotgani, belgilangan talablar faqat qog'ozda qolib ketayotgani ma'lum bo'ldi. Bu esa fuqarolar hayoti va salomatligi uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. O'rganishlar yakunida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha mas'ul rahbarlarga aniq topshiriqlar berildi. Qonuniy choralar ko'rish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Mutasaddi tashkilotlar esa yong'in xavfsizligini ta'minlash borasida nazoratni yanada kuchaytirishi zarurligi ta'kidlandi.